Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaqa ediyoruz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 2022 yılı 11. ayının 10. günü. Bugünkü vaziyetini ise günün 8. günü ve 9. günü de Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden o'tir mezgillik saylamdan memnun ekanligini bildirdi. Shundaqla 2024-yili yana bir qatam prezident saylamiga qatnashadiganligini va buning uchun tayyorlik qilib bu qarorni kelar yilning 5'ida e'lon qiladiganligini aytdi vatandaş. İkinci bir vaziyet Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Joe Biden Indoneziyaning Bali'da, yani Bali aralada o'tkaziladigan 20 davlat guruhining yuqori darajaliklar yig'inida Jungoning yangi saylangan partiya sekretari Xi Jinping bilan suhbat o'tkazadiganligini. Suhbatda ikki masala: Tayvan meselesi, ondan keyin Moskva, Rusya meselesi, ondan savdo meselesi ve yana başka mavzularda suhbat quradiganligini aytib, bu yerda bir cümle ishlatdiki, men bu qatam suhbatga hargiz yo'l qo'ymayman dedi. Biz prezident Joe Biden'dan bu qatam kelar yillar nima 2024-yili prezident saylamiga qatnashishini qo'llaymiz, madad beramiz vatandaş. İkinci bo'lib bu qatam Bali'da o'tkaziladigan Rais Xi Jinping bilan sekretar Xi Jinping bilan o'tkazilgan suhbatning natijalik bo'lishini va prezident Joe Biden'ning o'zining siyosat maydoni Amerika Qo'shma Shtatlar davlatining manfaat yo'lida ching turishini umid qilamiz va qo'llaymiz. Ondan keyin vaziyat to'g'risida so'zlab kelyapmiz vatandaş. Hozir bu vaziyatga yarasha, yani nima desangiz, o'ttirib qo'yilibdi-ku, Moskva yoki Rossiya to'g'risida. Bu har qatim kelayotgan yangi vaziyat ichidagi bir jumla, ikki jumla so'z, iboralar kishini o'ylantirib qo'ydi ekan vatandaş. Shundaqlarni kishi jiddiylashtirib qo'ydi ekan. Masalan, Rais Xi Jinping bilan suhbatga o'ltirishdan burun oraliqda Xinhua yoki bayonotchilari Jungoni shundoq degan edi. Vaqtim bu suhbat Bali'da o'tkaziladigan suhbatning kun tartibini, ish tartibini, mavzular tartibini Aqsaray yozuvda. Shunlashqa bu suhbatga o'ltirmasaqim bo'ladi degan gapni o'ttirg'i chiqargan edi. Hozir qaraganda shu kun tartibini, mavzu tartibini Aqsarayning yezishiga qo'shilganligini buningda ko'rib olg'ili bo'ldi. Chunki sekretar Xi Jinping Bali'da prezident Joe Biden bilan ko'rishadigan bo'ldi degan gap vatandaş. Endi bu oraliqda qo'yilgan hozir sizlarga dedik, hayron qoldigan nuqtamiz shuki, Moskva, ya'ni Rossiya to'g'risida bu mavzuni bu qatam prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping suhbatiga elib kirish. Buni men tushunamadim. Men sizga hozir oldingizga havola qildim, tushunishga vatandoshim. Men tushunamadim, lekin mana qarab turing. Hozir 11-oyning 10 kuni Vanvi torbetida mundaq bir parcha maqola e'lon qilindi. Vladimir Putinning 3 cho'ng alohida qarori nimadan signal berdi? Bu xabar 11-oyning 10 kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi. Hozir yetib keldi da bu. Xabar mundaq boshlandi. Bu 2 kundan beri Rossiyaning 3 tarafli harakati xalqaro jamoat fikrining diqqatini o'ziga tortdi. Birinchi, Rossiya taraf prezident Vladimir Putinning
20 devlet guruhi yig'iniga qatnaşmaydiganligini e'lon qildi. Bu bir ketdimi? Ikkinchi, Rossiya Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoigu buyruq tushirib askarlarni Xersondan chekindirib Dnepr daryosining sol qirg'og'iga yetkazib ketdi. Ikkinchisi ketdimi? Uchinchi, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zaxarova mundaq ko'rsatdi. Hozirgi reallikni o'ylashib, Ukraina bilan suhbat o'tkazishni xohlaymiz. Hozirgi reallikni o'ylashib, Ukraina bilan suhbat o'tkazishni xohlaymiz. Hozirgi reallik tufayli biz Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urushni to'xtatamiz. Ukraina va Rossiya birlashib suhbatga o'tiramiz. Bu suhbatga Ukraina prezidenti Zelenskiyning qo'ygan 5 cho'ng sharti bor ekan, uni ata vatandoshlarga yetkazishni qaror qildik. Hozir men sizlarga vaziyat to'g'risida to'xtalib, prezident Joe Biden bilan hozir sekretar Xi Jinping Balidao yig'inida 20 davlat guruhi yig'ini mezgilida ko'rishadiganligini e'lon qildi, ko'rishadigan bo'ldi. Buning bir mavzusi Moskva Rossiya masalasi dedi. Shunaqmi? Hozir bu 3 masalaga qarasangiz, Rossiya butunlay qo'shilgan gap. Ukraina ham balki bu shartlarni qabul qildi degan gap. Shunaqmi? Undaqda ikki cho'ng davlat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning doish sekretar Xi Jinping ning prezident Joe Biden bilan ko'rishadigan vaqtda bir mavzu Rossiya masalasi, Moskva masalasi degan. Hozir 3 shart qo'yilib bo'pti, ma'qul debdi. Ma'qul degandan keyin yana so'zlashadigan qanday masalalar bor vatandoshlar? Qaltis bir gap bo'ldi-ku bu. Men o'zimni kallasida o'ylayotgan narsalarni sizlarga so'zlayotganim yo'q. Mening mush masalalar to'g'risida kallamni gadirbash qilib o'tgan masalalar va sizlarga so'zlayolmayman. Sabab u paketga aylanmadi dedi, Paketga aylanmasa uni so'zlab sizlarni avar qilishimning ayti yo'q-da. Shunga mush masalalar yo'liqqandimi, xuddi qo'p degidak. Chunqur o'yinlab degidak. Hayron qolarlik darajada o'yinlab degidak. Shunda sizlar so'zlab kelyapman. Endi hozir aytdik. 3 shart bo'yicha Rossiya Ukraina suhbatini boshlashga Rossiya qo'shilibdi. Yana buni qo'yib turaylik. Endi prezident Joe Biden Tayvan masalasi. Arnim debdi, bu yerda hozir ikki davlat debdi. Jungo va Amerika qizil chiziqning darajasi qanchalik? Shu narsalarni qator tizib chiqamiz debdi. Bundaq darajasi qanchalik deganda Jungo bilan Amerika o'rtasidagi suhbatga qo'yilayotgan mavzularning yoki shu mavzular to'g'risida Amerika sizgan qizil chiziq nima? Jungo sizgan qizil chiziq nima? Mushuni bu qatam o'tirib qo'yib oydinlashtiramiz debdi vatandosh. Hozir ilgari sizlarga elib kelayapman. Bu yerda qistirib o'tadigan bir nuqta. Biz 10-oyning 4-kuni dedik. Chegara, Shahnishoh chegarasi taqaldi dedik. Aeroplan havo qatnashqa. 11-oyning 6-kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur til bo'limida Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonlik qatnash nazoratining nazirining aeroplan va boshqa qatnash yo'llarida qatnashning yo'lga qo'yilganligini e'lon qildi dedi. Lekin men sizga hikoya qilib so'zlab bergan bir voqea 11-oyning 7-kuni Jungo nazar torbitidan ilib so'zlab berdim. Masalan, Beijingga berish, Chujangjing, Xinjiangdan chiqish uchun ruxsat qog'ozi olish 8000 yuan. 8000 yuanni bersang chiqa olsa bu xabar to'g'risi yana xabar keldi bugun vatandosh. Mushunda 6-kuni echib etdik dedi. 7-kuni 8000 yuanga sotaman. Chegaradan chiqishni dedi. Endi buning keltirayotgan sababimiz bundaq.
10. ayının 4. günü çigrata kaldı. 10. ayının 6. günü Uygurlar doğrusu Amerika Qo'shma Shtatlar o'ttirib qo'ygan taklif 47 davlatning taklifi rad qilindi. Shunami? Ikkisi kemib qoldimi? 47 davlat bilan 17 davlat shunami? Ikkisi kemib qoldi. Rad qilindi. 4. günü çigrata kaldı. 6. günü rad qilindi. Aralıqda yana 6. günü ve 5. günü 50 devlet bu qatam Amerika'nın taklif layihasini Uygurlarni qo'llab Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitesi 3. qatam yig'in açtı. Biz endi bularni qo'yib turaylik. Hozir Şinjanning vaziyati shundoq dedikmi? Hozir unutib qolibman, bilgiranmidim degan gapni deb beraymi? Hozir chegarani taqosh degan so'zning ma'nosini bir torbetini shundoq aytibdi. Vatandagi mustamlika vatan Uyg'uristondagi Xitoy ko'chmanlari qochishga boshlagan gap. Ichkari Xitoyga qochishga boshlagan gap. Ko'rdingizmi ma gapni? Qaysi yo'l bilan qochadi? Qanday qochadi? Shunga qatnashib to'xtatgan bo'lsa, qanday qochadi? Nemishqa ularning qechishiga yo'l qo'ymay chegarani taqib oladi. Bu yerda zodi nima gap bor vatandosh? Ajoyib murakkab bo'lib ketdi bu ishlar. Nima gap bor vatandosh? Biz endi bu nihoyat qattiq mazmunlar siz diqqat qilsangiz, buni biz bunday o'tirib qo'ydik. Buni heliqi chapanning peshini cho'rib maddahlik qildigan maddahlar hargiz tushunmaydi bu gapni vatandosh. Sizdek angliq bilimlik odamlarga topshiryapmiz buni. Mushundaq ahvolda vaziyat zodi nima? Gap hozir virus masalasi, yuqumliq virus masalasi, oila uylarga qamash masalasi, qamab qo'yish, uyni nazarband yak turmaga aylantirish, hatto Xitoylarni qarishtirdi Urumchida, Yangi bozorda, Yangi shaharda. Mushularni qo'shqanda qo'yib turaylik deyli, buni qo'yib turaylik. Hozir Xitoylar, ko'chman Xitoylar vatan mustamlika Uyg'uristondan qochayotgan. Bunun sebebi neydi vatandaş? O'ylanib ko'ring vatandaş.